Bosh miyada aytdik, mana hozir insult ko'payib ketdi, xotira sustlashib ketishlari, boshda qon quyuqlashib qolyapti, boshda tinimsiz migren holatda og'riqlar bo'ladi. Shunga mana bartaraf etadi, Xudo xolasa. Keyingisi mana yurak. Hammaga eng kerak, organizmda eng kerakli motori desam bo'ladi. Taxikardiya tez uraveryapti, aritmiya bo'lib qolyapti, infarkt o'tkazib qo'yapti. Shuni ichib yurganlarda shu kasallik kuzatilmaydi, Xudo xolasa. Oldini olib turadi, davolashga yordam beradi. Buni qanchadir kursi, masalan, bitta kurs 1 oy yoki 3 oy, o'sha 9 ta bor ekan, ko'ryapmiz. 6 tami 9 dan reklamangizni ko'rdim, 9 dan. O'sha 9 tangizda qanchada ichiladi? Shu 1 oyda. 9 ta 1 oyda tugaydi. Masalan, bitta oy tugandan keyin bitta analiz qilib ko'rilsa bo'ladi. Bo'ladi. Masalan, keyingi oy yana kelib olsa bo'ladi. Masalan, qancha masalan bitta odam bir 3 oy ichgandan keyin to'xtatsa bo'ladimi? Misol. Bir hafta dam olib yana davom ettirsa bo'ladi. Davom etsa bo'ladi. Aytsak, dam olmasdan ichsa yana yaxshi. Ziyoni yo'q. Yo'q. Chunki biz parhezga to'g'ri ovqatlanib turing deb nimaga aytamiz? Misol tashqi tarafdan zaharli modda kamroq tushsa, jigar o'zini o'zi tiklab oladi. Ya'ni atrofidagi yog'larni o'zi yeb, kaloriya hosil qiladi. Agar biz shu parhezga rioya qilmayapmizda, mahsulotni ichib to'xtatib qo'yamiz. Shunda yegan narsamiz yana jigarga boradi. Biz 100% tozalaguncha, ha mana yedik, ziyofat bo'ldi, lekin buni ichib turaylik. Shu kasallikni oldini olib tursin.